Assalomu alaykum azizlar. Hozir sizlarga oddiy, lekin juda asqotadigan narsa o'rgataman. Bu yosh itimiz o'rgatish jarayonida sizlar ham shunaqa narsani, men ko'rsatgan narsani o'rgatsanglar bo'ladi. Zina. Hozir laqab va qo'l nishonga o'rganmoqda. Zina. Hozir itimizni qo'yib yubordik. Zina. Come here. Dina, come here. Хорошо, ко мне. Хорошо, Динко. Dina. Хорошо. Dina, qo'limizga ko'proq go'sht bo'lachasini olamiz. Dina. Prava. Хорошо. Leva. Хорошо. Go'shtni hidlatasiz, aylantirasiz bitta, hop. Bitta aylansin. Yana bitta go'sht hidlatib, yana bitta aylantiramiz. Go'sht hidlatamiz, yana aylantiramiz. Xo'sh, bu narsa nimaga kerak? Bu itingizni qo'l harakati bilan ko'rsatganingizda komandalarni o'rgatishga juda asqotadi. Qo'l nishonga o'rgatamiz. Hidlatib, aylantiramiz. Hidlatib, aylantiramiz. Dina. Dina, come here. Dina.